Tug'ilgan kun bor endi. Har kimda har xil, ba'zilar nishonlaydi, ba'zilar men misol 2 marta ham tabriklamaganda esimdan chiqib oddiy kun bo'lib ham o'tib ketadi. Nimaga endi 1 yoshga qarayotganimni nishonlashim kerak deb o'ylayman. Har doim oddiy kunda o'tkazib yuborishga harakat qilaman. Eng qizig'i mana qiziqishga o'zinglar uchun bitta qilib ko'ringlar. Telegramingizlarga tug'ilgan kun degan joyga boshqa kunni qo'yib ko'ringlar-da. Birinchi bo'lib, birinchi sinfdan bitta partada o'tirganlik kasopat tabriklaydi. Yo kulishni bilmaysiz, yo yig'lashni bilmaysiz. Bu tug'ilgan kuni yozdi-yu deyisham yo'q, tabriklab turadi. Mayda ushki degan qo'shiq tashlab qo'yadi. Chiqing oshna ko'chaga keldi, tabriklagani deydi. Chiqasiz haligi arzon isrof marosimi boshlanadi. Nimaga arzon isrof? Chunki hech qachon chiqqaningizda betingizga tort bilan urishmaydi, tort qimmat. Mayli qimmat demaymiz. Qandli diabetga qarshi kurashadi bu bolalar deb qo'yamiz. 12 ta tuxum, ketchup, mayonez ham emas, ba'zida qatiq bo'ladi. Mashada ashlarda mana shu holva tarbazm qilishadi, mana shu boshingiz ustida. Boshingizdan mana shu miyangizni qatig'i chiqib qolganda uyga ham kira olmaysiz. Bu holatda uyga kirsiz, uko'z qo'qib ketganda ketmon sopini ko'tarib ko'chaga yugurib ketib qoladi kechqurunni qorong'ida ko'rmay bitta hamtasini